Miguel de Cervantes Don Kixot sarguzashtlari romandan parchalar. Birinchi bob. Lamanchlik Don Kixotning kimligi. Lamanch viloyatiga qarashli oddiygina qishloqchada Don Kixana degan Hidalgo yashardi. Boshqa dvoryanlar singari u ham tagli-tugli, nasabi bilan faxrlanar, almisoqdan qolgan qalqon bilan ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan nayzani muqaddas bilib asrardi. Hovlisida qirchang'i oti va tozi iti bor edi. Topgan daromadining 4dan 3 qismi kechki ovqatga sabzavotdan tayyorlanadigan go'shtli sho'rva bilan vinegretga ketardi. Har juma yasmiq yog'g'oniga qanoat qilib kun kechirsa, yakshanba kunlari qovurilgan kabutar go'shti yeb mazza qilardi. Don Kixana bayram kunlari nafis movutdan tikilgan chakmon, duxoba shim, saxtiyon tufli kiysa, boshqa kunlarda xonaga dag'al suknodan tikilgan kostyumda yurardi. Uning uyda yoshi 40lardan oshgan, ekonomika, hali 20ga ham kirmagan qiz jiyani hamda qarib munkinlab qolgan bir xizmatkor yashardi. Hidalgoning o'zi 50 yoshlarga borib qolgan, juda ozg'in, eti suyagi yopishib ketgan skelet nusxa bir zot edi. Shu qashshoqligiga qaramay, joni qattiq, chidam bardoshi zo'r odam edi. Don Kixana bo'sh vaqtini darvoqe kecha kunduz bo'sh edi. Ritsarlar tavsif qilingan kitoblarni o'qib o'tkazardi. Shu mashg'ulotga tamom berilib ketib, u ovni, xo'jalik ishlarini yig'ishtirib qo'ydi. Uning mutolaaga ishqibozligi shu darajaga borib yetdiki, ritsarlar haqidagi kitoblarni olish uchun yerning kattagina qismini o'ylamay, netmay sotib yubordi. Huquq nafsoniyatimga nisbatan siz qo'llagan adolatsizlik mendagi odil haqiqatni shunchalik paymol qiladirkim, binobarin men sizning nohaqligingizga haqli ravishda e'tiroz bildiraman. Yoki porloq yulduzlari bilan zoti ilohiyangizni kamoli muqarrar etguvchi va sizning munosib ulug'vorligingizga bori izzat ikromlarni ravo ko'rguvchi 7 qavat osmoni gumbaz singari romanlarda ko'p uchraydigan balandparvoz sevgi maktublari va yakkama-yakka olishuvga tantanavor da'vatlar bizning Hidalgoga juda yoqardi. Bechora Caballero bunday iboralarning ma'nosini bilib olishga tirishib, tunlarini bedor o'tkazar, paydarpay fikrlardan boshi gangib, ko'z o'ngini tuman bosardi. Ustiga ustak, sevib o'qiydigan romanlarda uchrayveradigan g'alati, g'ayritabiiy holatlar ham bechorani dovdiratib qo'yardi. Chunonchi, mashhur ritsar Belyanisning o'zgalarga dahshatli zarbalar berib, o'zi benihoya qattiq shikastlanganiga Hidalgoning aqli shoshardi. Negaki bu ritsarni davolagan tabiblarning mahorat va karomatlari bo'lganda ham baribir uning yuzi va tanasi chandiq hamda dahshatli yamoqlar bilan qoplanib ketishi kerak edi. Vaholanki romanda Belyanis har doim bejirim, navqiron, qilichdek yigit timsolida namoyon bo'lardi. Darvoqe, shunday bo'lsa ham Don Kixana romanlaridagi shavkatli qahramonlar kechirgan ajoyib g'aroyib sarguzashtlar va ular ko'rsatgan jasoratlarga mahliyo bo'lib, o'zini tamomila unutardi. Roman qahramonlarining taqdiri uni ergashtirib ketardi-yu, bordi-yu muallif kitobning so'nggi sahifasida bu tuganmas voqeani kelgusi kitobda davom ettirmoqchi ekanini aytsa, uning sevinchi ichiga sig'masdi. Ko'pincha bizning Caballero, ya'ni janob botirlikda angliyalik Palmerin yoki galliyalik Amadis zo'rmi degan masala ustida ruhoniy do'sti bilan uzoq bahslashib qolardi. Don Kixana Amadis zo'r desa, ruhoniy Palmerin derdi. Shu yerlik sartarosh ustida Nicholas esa Amadis bilan Palmerinning ikkovidan birortasi ham ritsar Febaning oldida ip esholmaydi derdi. Nicholasning fikricha, Feba tantiq Amadisdan o'zining matonati bilan ustun edi. Oliyjanob Hidalgo asta-sekin o'qishga shunday berilib ketdiki, tongdan oqshomgacha, oqshomdan tonggacha kitobdan bosh ko'tarmaydigan bo'lib qoldi.
U hamma ishini yig'ishtirib qo'ydi, deyarli uxlamasdi, ko'pincha ovqat yeyishni ham unutib qo'yardi. Uning boshida ritsarlar kitobidan o'qigan turli bema'ni qissalar g'ujg'on o'ynardi. Hatto o'ngida ham qonli janglar, ritsarlarning yakkama-yakka olishuvlari, oshiq-ma'shuqlarning uchrashuvlari, o'g'irlab ketishlar, yovuz jodugarlar va oliyjanob sehrgarlarni tasavvur qilib alaqlab chiqardi. U bora-bora rostni yolg'ondan mutlaqo farq qila olmay qoldi. Uning nazarida dunyoda shu qissalarda tasvirlangan voqealardan o'zga haqiqat yo'qday bo'lib qoldi. U turli romanlarning qahramonlari haqida shunday jo'shqin gaplar aytardiki, go'yo bu qahramonlar uning eng yaqin do'stlari va tanishlari edi. U Said Ruy Diasning oliyjanob, shavkatli ritsarligiga tan berardi-yu, lekin uning bir urushda 2 devni nimtalagan Zulfiqor ritsarga yetishishga yo'l bo'lsin deb ilova qilardi. U Ronseval darasida yengilmas Rolanddan g'olib kelgan Bernard de Kirponi ancha yuksak qo'yardi. U o'zining iltifotliligi va xushmuomalaligi bilan boshqa pahlavonlardan mutlaqo ajralib turuvchi Morgante polvon haqida juda ham yaxshi fikrda edi. Lekin son sanoqsiz yo'l sarguzashtlari boshidan kechirgan qahramon Montalbaniyalik Reynaldoni hammadan ko'p maqtardi. Bechora Hidalgo 4 devor ichidan chiqmay, tunlari uxlamay, nuqul kitob o'qiyverib, axiri butunlay aqldan ozib, jinni bo'lib qoldi. Ana shunda jahonda hech qaysi telba tentakning boshiga kelmagan xayol bizning janob Caballero miyasini chulg'ab qoldi. U jahongashta ritsarlar safiga kirishni ham farz, ham qarz deb bildi. U, ya'ni Don Kixani o'z shon shuhratini orttirish uchun ona yurti manfaatini ko'zlab qurollanmog'i, otga minib mojarolar ketidan el yurt kezmog'i, alamzada xo'rlanganlar tarafini olib yomonlarning ta'zirini bermog'i, poymol bo'lgan adolat, haqqoniyatni tiklamog'i lozim. Qalbida ko'rsatilajak jasorat va qahramonliklar orzusi jo'sh urgan Hidalgo o'z ahdi ustidan chiqishga shoshdi. U avvalo ota-bobolardan qolgan chordoqning bir chetida ko'p yillar zanglab, chang bosib yotgan yaroq aslahalarini topdi, tozaladi. Ularni ko'zdan kechirarkan, Dubulg'aning qubbador tepasigina qolganini ko'rib, nihoyatda dili siyoh bo'ldi. Kam ko'stini tuzatish uchun bor kashfiyotchilik iste'dodini ishga soldi. Kartondan spar bilan quloqchin yasab, dubulg'asiga yopishtirdi. Oqibatda rostdagamiga o'xshagan dubulg'a yasashga muvaffaq bo'ldi. Endi dubulg'asining jangda bardosh bera olmasligini sinab ko'rgisi kelib qoldi. Qilichni sharaq etib sug'urdi-da, havoda o'ynatdi. Dubulg'aga 2 marta tushirdi. Birinchi zarbadayoq dubulg'a bo'lak-bo'lak bo'lib, qilgan mehnati chippakka chiqdi. Hidalgoning fig'oni ochdi. Yana ishga kirishib ketdi. Lekin bu gal dubulg'a pishiq bo'lsin deb kartonning tagidan tunka qo'ydi. Bu ehtiyotkorligidan ko'ngli taskin topdi. Dubulg'asini 2 marta sinab ko'rishni ortiqcha deb bildi. Endi sipari ustalik bilan yasalgan haqiqiy dubulg'asi borligidan ko'ngli taskin topdi. Shundan keyin Don Kixani otxonaga kirib, otni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Bu ot qarib, qovurg'alari sanalib qolgan kasalmand bir qirchang'i bo'lib, rostini aytganda suv tashishgagina zo'rg'a yarardi xolos. Biroq Caballeroyimiz otning ko'rinishidan mamnun bo'lib, mening otimga na Hazrati Iskandarning butsefali, na Saidning uchqur Babyaki tenglasha oladi degan qarorga keldi. Jangari otiga jarangdor va chiroyli nom topmoqchi bo'ldi. Zeroki ovloq bir qishloqda yashovchi xo'jayini o'zining faqirona turmushini jahongashta ritsarning qaynoq faoliyati bilan almashtirar ekan, uning oti ham o'zining qishloqcha laqabini yangi, shuhratli va dabdabali nom bilan almashtirish kerakdir deb o'ylardi u. Ana shunday munosib nomni topishga 4 kun ketdi. Turli nomlarni o'ylab chiqaraverib, ularni taqqoslab, muhokama qilib, chamalab ko'raverib rosa boshi qotdi. Nihoyat
Rosinant degan nom ma'qul bo'ldi. Bu nom unga, ya'ni Rosinant nomi jarangdor va balandparvoz bo'lib tuyuldi. Bundan tashqari, ana shu nom otning avval qanday ahvolda ekanini ham anglatardi. Bu nom Rasin, ya'ni qirchang'i va Antes, sobiq degan ikki so'zdan yasalgan bo'lib, sobiq qirchang'i degan ma'noni anglatardi. U otimga yaxshi laqab topganimdan keyin ana endi o'zimga ham loyiq nom topishim kerak degan qarorga keldi. O'ziga munosib bunday nomni o'ylayverib bir haftani o'tkazib yubordi. Nihoyat xayoliga ajoyib fikr keldi. U o'zining oddiygina Kixana nomini hiylagina jarangdorroq ism bilan, ya'ni Kixot deb o'zgartirib qo'ya qoldi. Lekin shu paytda uning yodiga bir narsa tushib qoldi. Dovyurak Amadis nomim bilan birga vatanimning nomini ham dovruq solsin deb hamisha o'zini shunchaki Amadis emas, balki Galliyalik Amadis deb atagan. Don Kixot ham ana shu botir ritsardan o'rnak olib, bundan buyon o'zini lamanchlik Don Kixot deb atashga qaror qildi. Endi ishlar joyida, uning kim, qayerlik ekanini hamma darhol payqab ola oladi. Endi uning ko'rsatgan jasoratlaridan ona vatanning shuhrati ortadi. Nihoyat yaroq aslahasi tozalanib, dubulg'asi bilan supari tuzatilgach, qirchang'isiga yangi laqab topib, o'zi ham nomini o'zgartirgach, endi o'ziga ma'shuqa izlab topishdan boshqa ish qolmadi. Zeroki har qanday jahongashta ritsar ham ko'nglini band etgan ma'shuqasi bo'lmasa, bargsiz va mevasiz bir daraxtday gap. Don Kixot o'ziga shunday dedi: "Basharti taqdir taqozosi bilan biror devga ro'para kelib qolguday bo'lsam, jahongashta ritsarlar esa bunday hollarga ko'p uchraydilar. Dastlabki olishuvdayoq uni ko'tarib yerga gursatib urib, shafqat tilashga majbur etsam, unda ritsarlar qonuniga ko'ra men uni ma'shuqamning huzuriga yuborishim kerak. Shunda u qalbim xoqoni, nozanin malikaning oldiga kiradida, oyog'iga bosh urib, itoatkorona gap boshlaydi. Men Malindrianiya orolining podshohi Karakulyamboro degan dev bo'laman. Bahodir ritsar lamanchlik Don Kixot meni jangda yengdi. U sizning huzuringizga kelib mehr shafqat so'rashni buyurdi. Mening taqdirim siz janobi oliylarning xohishingizga bog'liq ekan. Deb xitob qildi Hidalgo. Albatta, o'z ma'shuqamga ega bo'lishim kerak. Yolg'iz uning o'zigina ritsarning mardligini munosib qadrlaydi. Shunday kuya, lekin ma'shuqani qayerdan topsam ekan? Don Kixot shunday dedi-yu, xomush xayolga cho'mdi. Nogahon miyasiga bir fikr keldi. Qo'shni qishloqda yashaydigan Aldonsra Lorenzo degan ko'hlik keladigan qiz esiga tushdi. Ritsarimiz ma'shuqalikka shu qizni tanladi. O'sha qizga uning asl ismidan uncha farq qilmaydigan, ayni vaqtda qirolicha yoki mashhur senyoraning nomini eslatadigan nomni o'ylarkan, uni Dulsinea Taboskaya deb atashga ahd qildi. Chunki qiz tabosolik edi-da. Don Kixotning nazarida bu nom chiroyli, ohangdor va ayni vaqtda yo'lida jasorat ko'rsatish kerak bo'lgan zotga mutlaqo munosib nomday tuyuldi. Dulsinea Taboskaya. 3-bob. Don Kixotning ritsarlikka o'tishi. Don Kixot yo'lga chiqadi va 4 minorali, noyob kumush tomli, ko'tarma ko'prikli, tevaragi chuqur, handaqli qal'a deb o'ylagani bir mehmonxonadan tunashga joy so'raydi. U hali ritsarlik unvonini olmagani tashvishga solardi. Shu o'y xayol bilan gangib qolgan Don Kixot faqirona ovqatni tezroq yeb bo'lib o'rnidan turdi. Xo'jayini bir chekkaga chaqirib, uni otxonaga boshlab kirdi-da, tiz cho'kib yolvora boshladi. Shavkatli ritsar, marhamatingiz bilan iltimosim bajo keltirmaguningizcha o'rnimdan turmayman. Qiladigan iltimosim sizga shon shuhrat, inson zotiga baxt saodat keltiradi. Xo'jayin mehmonning tiz cho'kib turganini ko'rib, uning g'alati so'zlarini eshitarkan, avvaliga dovdirab, Don Kixotga angragancha qarab qoldi. U nima qilarini ham, nima deyarini ham bilmasdi. O'zini tutib olgandan keyin esa Don Kixotdan o'rnidan turishni iltimos qilib yalina boshladi.
lekin xo'jayin iltimosini bajo keltirishga so'z bermaguncha u o'rnidan turmadi. Cheksiz oliyjanobligingiz tufayli iltimosimni bajarishdan bosh tortmasligingizga iymonim komil edi, senyor, dedi Don Kixot. Men sizdan ertaga tonggatarda menga ritsarlik unvonini berishingizni va marhamatingizdan meni bahramand etishingizni so'rayman. Men bugun qal'angizdagi ibodatxonada qurol tutib tun bo'yi mijja qoqmay chiqaman. Tonggatarda esa menga ritsarlik unvonini berish marosimini o'tkazasiz. Shundan keyin men nihoyat jahongashta ritsarlarning barcha haq-huquqlariga ega bo'laman u sarguzasht izlab yo'lga tushaman. Qurolim yer yuzida haqiqat va adolatning barqaror bo'lishiga xizmat qiladi, chunki men mansub bo'lgan shon shuhrati olamga yoyilgan o'sha buyuk ritsarlik ordeni shuni taqozo etadi. Don Kixotni savdoyi deb boya shubhalana boshlagan xo'jayin endi bunga to'la ishondi. Uning telbaligidan miriqib, ko'ngil ochish ilinjida qo'ltig'iga suv purkashga ahd qildi. Shuning uchun ham u Don Kixotga javob berar ekan, istak va iltimoslari g'oyat oqilona, o'zining mag'rurona qiyofasi, kelishgan qaddi qomati va yurish turishi oliyjanob ritsar bo'lishidan dalolat berishini hamda uning niyatlari bu unvonga nihoyatda munosib ekanini aytdi. Xo'p, mening o'zim ham, deb ilova qildi xo'jayin. Yoshligimda bu faxrli kasb bilan shug'ullanganman. Sarguzashtda butun Ispaniyani izg'iganman. Sevilla, Granada, Qurdoba, Toledo va boshqa ko'pgina shaharlarda bo'lganman. Turli tuman sho'xlik, to'polon, mushlashlarga aralashganman. Demakki, Ispaniyaning barcha sud va turmalarida otning qashqasday tanilganman. Endi biroq mana yoshim qaytib quyilib qoldim. Mana shu qal'ada osoyishta umr ko'chirib, nasl nasabiyu unvonni qandayligidan qat'iy nazar jahongashta ritsarlarning hammasini o'z qal'amda ehtirom bilan kutib olaman. Qo'limdan keladigan xizmatimni ulardan ayamayman. Bu ishlarni faqat ularga buyuk muhabbatim tufayli hamda ko'rsatgan yaxshi munosabatim evaziga ularning o'z mol mulklarini men bilan bo'lishlarini shart qilib bajo keltiraman albatta. Shundan keyin xo'jayin qurol ko'tarib tunni bedor o'tkazish uchun saroyda ibodatxona yo'q dedi. Biroq zarur bo'lib qolgan taqdirda shunday unvonga sazovor bo'lishdan oldingi tunni xohlagan joyda o'tkazish ritsarlik qonunlariga xilof emasligini o'ziga ma'lum ekanini aytdi. Shuning uchun ham Don Kixotning qal'a hovlisida bemalol qurol yarog'ini qo'riqlab chiqishi mumkin ekanini, ertaga esa xudoyor bo'lsa, unga hamma udumlar bo'lganda ham hali dunyoda hech kim bilmagan va ko'rmagan udumlarni o'rniga qo'yib, ritsarlik unvoni berilajagini aytdi. Suhbat oxirida qovoqxona xo'jayini Don Kixotning puli bor yo'qligini ham surishtirdi. Don Kixot esa yonida bir miri ham yo'qligini, chunki o'qigan romanlarda jahongashta ritsarlarning o'zlari bilan pul olib yurganlarini uchratmaganini aytdi. Bunga xo'jayin Don Kixotning yanglishayotganini aytib e'tiroz bildirdi. Jahongashta ritsarlar yollarda pul olib yurishlari kerakligini o'z-o'zidan ma'lum bo'lgani uchungina bu haqda romanlarda hech narsa yozilmagan dedi. Jahongashta ritsarlar har ehtimolga qarshi yollarda liq to'la hamyongina emas, balki toza ko'ylaklar hamda yaralanganda surtish uchun bir banga shifobaxsh malham ham olib yurishlari zarurligi unga aniq manbalardan ma'lum ekan. Yaradorga birorta mitti qizaloqdan shishada mo'jizador mumiyoyu asl berib yuboradigan rahmdil sehrgarning yordamiga har gal ham umid bog'lab bo'lmaydi-ku axir. Bunday paytlarda faqat o'zingagina ishonganing ma'qul. Boshqa odam kuningga yararmidi? Xo'jayin shunday deb, bundan buyon sira pulsiz va zarur narsalarsiz yo'lga tushmaslikni Don Kixotga maslahat berdi. Bu narsalarning qanchalik asqotishini ritsarning o'z sayohatida ko'rib bilib oladi. Don Kixot uning maslahatiga to'la amal qilishga va'da berdi-da, unvon olishdan oldingi tunni mehmonxona hovlisida o'tkazishga hozirlik ko'ra boshladi. U o'zining qurol aslahalarini yig'ib, mollar suv ichadigan oxirga olib borib qo'ydi. Keyin nayza bilan qalqonni qo'liga olib, savlat to'kib, oxir atrofida aylana boshladi. Don Kixot bu ishga kirishganda
allaqachon qosh qoraygan edi. Bu orada xo'jayin mehmonxonaga kirib, ijaradorlarga ritsarlik unvonini olish niyatida qurol ko'tarib, yaroq aslahalarni qo'riqlayotgan telba Hidalgo to'g'risida gapirib berdi. Bu g'alati, miyasi aynigan odamning kimligini bilishga qiziqib qolgan ijaradorlar tentakni ko'rish niyatida hovliga otildilar. Don Kixot mag'rurona qiyofada bir maromda qadam tashlab u yoqdan bu yoqqa borib kelib turardi. Ba'zan u yurishdan to'xtab, nayzasiga tayangancha yaroq aslahalarga uzoq tikilib qolardi. Sutdek oydinda ritsarlik unvonini olmoqchi bo'lgan qahramonimizning har bir harakati tomoshabinlarga olisdan yaqqol ko'rinib turardi. Mehmonxonada tunab qolgan hachir haydovchilardan biri baxtga qarshi hachirlarni sug'ormoqchi bo'lmaganida-ku tun tinch osoyishta o'tardi albatta. U hech narsadan shubhalanmay oxir tomon yo'l oldi. Uning odim sharpasini eshitgan Don Kixot xitob qildi. Barcha jahongashta ritsarlar ichida eng shavkatlisi hisoblangan ritsarning yaroq aslahasiga qo'l cho'zayotgan ey beadab ritsar, kim bo'lishingdan qat'iy nazar nima qilayotganingni avval o'ylab ko'r. Tega ko'rma ularga, yo'qsa bu beadabliging uchun rosa ta'ziringni yeysan. Hachir haydovchi bunga parvo ham qilmadi. Oxirning yoniga keldi-da, yaroq aslahalarini tasmasidan ushlab, nariga uloqtirib yubordi. Buni ko'rgan Don Kixot ko'zlari ko'kka tikib, senyorasi Dulsineyaga fikran murojaat qilib shunday dedi: "Siz band etgan shavkatli yuragiga sanchilgan birinchi haqorat tig'i jarohati evaziga qasos olish uchun menga madad bering, senyoram. Birinchi sinovda o'z mehr shafqatingizni menga begona qilmang." U shu so'zlarni aytarkan, qalqonni bir chekkaga qo'yib, nayzasini ikki qo'llab baland ko'targancha hachir haydovchini jon jahdi bilan tushirgan edi. U o'zini bilmay dumalab qoldi. Don Kixot esa yaroq aslahasini yig'ishtirib olib, yana oxirga qo'ydi-da, hech narsa yuz bermaganday pinagini buzmay, bamayli xotir oxir atrofida aylana boshladi. Bir necha daqiqadan keyin ikkinchi hachir haydovchi chiqib keldi. Oshnasining boshiga tushgan ayanchli ahvoldan bexabar, u badbaxt ham yaroq aslahani oxirdan olib tashlamoqchi bo'ldi. Biroq Don Kixot uni ham ogohlantirdi. Keyin shartta nayzasini ko'tarib, hachir haydovchining boshiga gurs etib tushirdi-ki, u sho'ring qurg'ur ham gurs etib yerga yiqildi. Shovqinni eshitgan mehmonxonadagilar xo'jayin boshligida yugurib yetib kelishdi. Ularning ko'zi tushgan hamonoq Don Kixot qalqonni qo'liga oldi-da, qilichni qinidan sug'urib xitob qildi. "O qalbimning xoqoni, yuragimning tayanchi, go'zallarning go'zali, ishqingda buyuk jangga kirayotgan ritsaringga kamoli e'tiboring bilan bir nigoh tashlaydigan fursat keldi." Duoda yangrab ketgan bu so'zlar Hidalgomizning qalbida shunday mardlikni qo'zg'atib yubordiki, butun dunyodagi hachir haydovchilar birgalashib hujum qilganlarda ham u chekinmasdi. Yaralanganlarning o'rtoqlari uzoqdan o'tayotgan toshbo'roni ostida u qimir etmay turardi. Qo'lidagi qalqoni bilan o'zini himoya qilardi-yu, yaroq aslaha turgan oxir yonidan bir qadam ham jilmasdi. Hovlida shovqin-suron ko'tarildi. Hachir haydovchilar baqirib chaqirishar, tinmay so'kinishardi. Xonasi chiqib ketgan xo'jayin ularga janjalni bas qilinglar deb yalinardi. Don Kixot esa tovushining boricha do'q urardi. "Ey pastkash, razil qullar, men sizlardan jirkanaman. Mayli toshbo'ron qilaveringlar, bostirib kelaveringlar, hamla qilaveringlar. Bu surbetlik va ahmoqchiliklaring uchun hozir jazolaringni tortasanlar." Don Kixotning bu xitobida shu qadar ko'p jasorat va g'azab yangrab turardiki, bundan hujum qiluvchilarning o'takasi yorilayozdi. Ular asta-sekin tinchlanib, tosh otmay qo'ydilar. Shundan keyin Don Kixot yaradorlarni olib ketishga o'zi rozilik berdi. Yaroq aslahasini esa yana boyagiday viqor va xotirjamlik bilan muhofaza qila boshladi. Biroq sodir bo'lgan mojaro xo'jayinga yoqmadi va yana yangi falokat yuz bermasdan oldin u tezlikda mehmonni savil qolgur ritsarlik ordeniga o'tkazib qo'ya qolishga ahd qildi. U ehtirom bilan Don Kixotga yaqinlashib shunday dedi: "Bu behayo malaylardan g'azablanmang muhtaram janobim.
Sizga va'da berib aytamanki, ular bu beadabgarchiliklarga yarasha ibrat bo'larli jazolarni oldilar. Xo'sh, endi muqaddas udumni bajo keltirish vaqti yetmadimikin? Odatda yaroq aslahani qo'riqlash 2 soatdan oshmasligi kerak. Siz esa muhofazani 4 soat davom ettirdingiz. Qasrimda ibodatxona yo'qligini sizga boya ma'lum qilgan edim. Biroq busiz ham ishni bitkazishga jazm qilsak bo'laveradi. Unvon berishning asosiy taomili gardanga musht tushirish qilich bilan chap yelkaga urishdan iborat. Buni esa ochiq maydonda o'rnatsa ham bo'ladi. Shunday ekan, g'animat vaqtni qo'ldan boy bermaylik. Ritsarimiz xo'jayinning so'ziga laqmalik bilan ishonib, uning amriga itoat etishga tayyor ekanini aytdi. Sizdan faqat bir narsani iltimos qilaman, deb qo'shib qo'ydi u. Bu muqaddas udumni tezroq amalga oshiring. Nega desangiz, unvon olganimdan keyin menga biron kimsa hujum qilgudek bo'lsa, qasrda biror tirik jonni qoldirmayman. Muhtaram qal'a sohibi, sizga bo'lgan hurmatim tufayli kimni o'z himoyangizga olsangiz, o'shanga shafqat qilurman xolos. Ritsarning yuqoridagi so'zlari xo'jayinning bu beorom mehmondan tezroq qutulish ishtiyoqini yanada kuchaytirdi. Farosatli, hozir javob va epchil bu odam o'sha zahotiyoq hashir haydovchilarga berilgan arpa somon va somonning miqdori yozib boriladigan qalin daftarni olib chiqdi-yu, 2 xizmatkor ayol bilan yonib turgan shamni olib ketayotgan bola kuzatuvida Don Kixotning yoniga bordi. Unga tiz cho'kishni buyurdi. O'zini qalin daftardan qandaydir duoni o'qiyotgan kishi qilib ko'rsatib, quloch kashlab turib ritsarimizning yelkasiga musht tushirdi. So'ngra allanimalarni pichirlab, Don Kixotning yelkasiga uning o'z qilichi bilan urib qo'ydi. Shundan keyin xizmatkor ayollardan biri qilichni Don Kixotning beliga bog'lashni buyurdi. Buni xizmatkor ayol juda chaqqonlik bilan bajardi. To'g'ri, ayolning kulgudan ichiga uzila yozdi, lekin ko'zi oldida boya ritsarning ko'rsatgan jasorati kulgisidan tiyilishga majbur etdi. Xush axloq sinyora Don Kixotning belbog'iga qilichni bog'lar ekan, muhtaram janobning ritsarlik ishlari va janglarda muvaffaqiyat qozonishiga Xudoning o'zi yor bo'lsin, dedi. Don Kixot bu lutfi ehson uchun o'z bilak kuchila erishayotgan shon shuhratini vaqti kelib qaysi xonim bilan baham ko'rish kerakligini bilish ishtiyoqida bu ayolning ismini so'radi. U kamoli muloyimlik bilan javob berib, ismi Tolosa, o'zi Toledolik yamoqchining qizi ekanini hamda Don Kixotga hamisha sodiq qul bo'lishga tayyor ekanini aytdi. Don Kixot unga bo'lgan muhabbat tufayli bundan buyon o'zini Donya Tolosa deb atashini qizdan iltimos qildi. Qiz uning iltimosini bajo keltirishga va'da berdi. Shundan keyin boshqa xonim Don Kixotning oyog'iga shporlarini taqib qo'ydi. So'ngra Don Kixot boya belbog'iga qilich taqib qo'ygan ayol bilan qanday gaplashgan bo'lsa, bu ayol bilan ham shu xilda gaplashdi. Ayolning ismini so'radi. Uning ismi Molinera, o'zi antekerlik halol tegirmonchining qizi ekanini aytdi. Don Kixot ismi oldiga Donya so'zini qo'shishni undan iltimos qilar ekan, uni behisob minnatdorchilikka ko'mib yubordi. Bu tantanali marosim tamom bo'lgandan keyin Don Kixot otga minishga oshiqdi, chunki sarguzasht izlab yo'lga tushishga sabri chidamasdi. U Rasinantni egarlab, unga bir sakrab minib oldi-da, xo'jayiniga shunday ajoyib va g'aroyib ifodalar bilan tashakkur izhor qildiki, buni so'z bilan ta'riflab berishning sira iloji yo'q. Nihoyat ritsardan qutulganda xursand bo'lgan xo'jayin Don Kixotga qisqa ammo dabdabali so'zlar bilan javob qaytarib, tunaganiga ham bir tiyin haq olmay, uni iliq issig'ida salomat kuzatib yubordi. 4-bob. Ritsarimizning mehmonxonadan jo'nab ketgandan keyingi sarguzashtlari. Don Kixot mehmonxonadan yo'lga chiqqanida tong ota boshlagan edi. Mehmonxona egasining pul, kiyim-kechak va boshqa narsalar haqidagi gaplarini eslab, u eng avvalo barcha zarur buyumlarni taxt qilib olish va o'ziga yaroq bardor topish uchun uyiga qaytishga ixtiyor qildi va Rasinantni o'z qishlog'i tomon burdi.
Rosinant ham go'yo egasining istagini tushunganday bajonidil yelib ketdi. Go'yo tuyoqlari yerga tegmay uchdi. Biroq ritsarimiz bir necha qadam yo'l yurmasdanoq o'rmonzordan mungli ingragan tovush eshitilib qoldi. Don Kixot Rosinantning jilovidan tortib xitob qildi. Xudoning marhamatiga shukr. Mana nihoyat men ritsarlik burchimni ado etaman. Bu nola chekayotgan mening himoyam va ko'magimga muhtoj biror bir baxtiqaro odam bo'lsa kerak. Don Kixot Rosinantning jilovini burib nola eshitilayotgan tomonga shoshildi. U hali o'rmonzorga kirmasdan shunday manzaraga ko'zi tushdi. Davangirday bir dehqon beligacha yalang'ochlangan 15 yashar chamasidagi bolani daraxtga bog'lab, yo'g'on tasma bilan savalayotgan edi. Bola o'zini qo'yarga joy topolmay dodlar, dehqon bo'lsa, qiliqni qilib qo'yib nega dodlaysan, derdi sovuqqonlik va dag'allik bilan. Endi sira bunday qilmayman, senyor, deb javob berdi hiqillab bola. Rost, endi sira bunday qilmayman, endi podaga yaxshi qarayman. Buni ko'rib Don Kixot g'azab bilan xitob qildi. Ey yaramas ritsar, o'zini himoya qila olmaydigan ojizlarga hujum qilish uyat. Bu qilmishingizning naqadar pastkashlik ekanini hozir men sizga amalda isbotlab beraman. Tish tirnog'igacha qurollangan, nayzasini naq burni tagida o'ynatib turgan otliqni ko'rgan dehqon endi kunim bitibdi deb o'yladi-da, titrab qaqshab javob berdi. Senyor ritsar, bu bola mening cho'ponim. U shunday yalqov va anqovki, deyarli har kuni bir qo'yni yo'qotmasa iloji yo'q. Shuning uchun jazolayotirman. U bo'lsa haqqimni berish alam qilayotgandan shunday qilyapti deydi. Boshimizdan nur sochayotgan quyosh haq qasamyod etamanki, naq ko'ksingga nayza sanchaman. Bechorani qo'yib yubor va hoziroq uning ish haqqini bir chaqasini qoldirmay ber. Yo'qsa bir zarba bilan turgan joyingda masalangni hal qilaman. Hoziroq yechib yubor uni. Qo'rqib ketgan dehqon lom-lim demay bolani daraxtdan yechib yubordi. Don Kixot boladan xo'jayinning qancha qarzdorligini so'radi. Bola oyiga 7 realdan 9 oylik maosh qarzdor ekanini aytdi. Don Kixot hisoblasa, jami 63 real ekan. Shundayki xo'jayinga yo bolaning haqqini hoziroq to'la yoki u dunyoga jo'naysan dedi. Dehqon yuragi chiqib ketgandan g'o'ldirab qolib, bu puldan bolaga olib bergan 3 juft bashmoq bilan kasal bo'lganda 2 marta qon oldirish uchun to'lagan 1 realni olib qolishim kerak deb javob berdi. Xo'sh, mayli shunday deylik, dedi Don Kixot. Lekin uni kaltaklab, etikning ham, qon olishning ham haqqini undirib bo'ldingiz. Chunki u sotib olib berganingiz charm boshmoqni yirtgan bo'lsa, siz uning naq terisini shilib oldingiz. U kasal bo'lganda qon oldirgan bo'lsa, siz sog' paytda uning qonini to'kyapsiz. Demak, orangiz ochiq do'stim. So'zlaringizga tamomila qo'shilaman, senyor ritsar. Biroq hamma bola shundaki, yonimda pul yo'q. Mayli, Andres men bilan birga qishloqqa borsin, 1 realni qoldirmay hamma pulni beraman. Men u bilan birga borarkanman, xitob qildi bola. Sirayam bormayman, senyor. Buni hatto xayolimga ham keltirmayman. Ikkalamiz yolg'iz qoldik deguncha u terimni shilib oladi. Bunday qilmaydi. E'tiroz bildirdi Don Kixot. Men amr qildimmi tamom. Amrimni bajaradi. U o'zi mansub bo'lgan ritsarlik ordeni haq qasamyod etsa bas, uni qo'yib yuboraman va haqqingni berishiga ishonaman. Gapingizni o'ylab gapiryapsiz, muhtaram senyor, xitob qildi bola. Xo'jayinim ritsar ham emas, hech qanday ritsarlik ordeniga yozilgan ham emas. Axir u Kintanar qishlog'ilik Juan Aldudo degan boyku. Buning ahamiyati yo'q, javob berdi Don Kixot. Aldudo ham ritsar bo'la olishi mumkin. Har qaysimiz ham xayrli ishga qodir o'g'lonlarmiz. Xo'jayinim xizmat haqqimni to'lashdan bosh tortib turibdi-yu, xayrli ish qilarkanmi, senyor, dedi bola. Bosh tortayotganim yo'q, o'g'lim Andres, dedi dehqon. Men bilan yura qol. Dunyodagi bor jamiki ritsarlik ordenlari haq qasamyod etamanki, 1 realni ham qoldirmay, yana yangi pul bilan hamma haqqingni to'layman. Eskisi bilan to'lashingizga ham ruxsat etaman, dedi Don Kixot. Oddiy reallarning o'zi ham kifoya, lekin bilib qo'ying,
So'zingizning uddasidan chiqqaningiz, chiqmasangiz qasamyod etamanki, qattiq jazolanasiz. Kaltakesakdek kovak-kovakka yashirinib olsangiz ham baribir topib olaman. Sizga bundoq buyruq berayotgan kishini bilmoqchi bo'lsangiz, tanib oling. Men dilozor va adolatsiz kimsalardan qasos olguvchi shavkatli, lamanchlik Don Kixot bo'laman. U shunday dedi-da, Rosinantga qamchi bosib jo'nab ketdi. Dehqon ritsarning o'rmonzor ichkarisiga kirib ketishini kutib turdi-da, keyin Andresga qarab, "Qani beriroq kelchi o'g'lim, haligi dilozorlardan qasos olguvchining buyrug'ini bajo keltirib, senga qarzimni to'lab qo'yay" dedi. "Rostini aytsam", dedi Andres, "siz muhtaram janob o'sha mehribon ritsarning buyrug'ini ado etsangiz juda yaxshi qilgan bo'lasiz. Jasorati va odilligi uchun unga Xudoyim 1000 yil umr bersin." "Men seni g'oyat yaxshi ko'rganimdan", deb javob berdi xo'jayin, "xizmat haqqingni ko'paytirib berish uchun hozir qarzimni yanada ko'paytiraman." Shunday deb bolaning qo'lidan ushlab oldi-da, yana dub daraxtiga baylab chalajon qilib savaladi. "Xo'sh, qalay, senyor Andres", dedi xo'jayin. "Ana endi bemalol himoyachingni qidiravering. Ha, aytganday, men sizni aftidan uncha xafa qilmadim shekilli. Aslida juda butun teringizni shilib olgim kelib turibdi." Shundan keyin dehqon bolani yechib yubordi-da, "Bor, o'sha vali ne'matingni izlab top", deb maslahat berdi. Andres yum-yum yig'lagancha ritsarni topib, hamma gapni aytib beraman deb surgalib o'rmon ichkarisiga kirib ketdi. Xo'jayin esa mazax qilib kulganicha uning ortidan qarab qoldi. Don Kixot bolaning tarafini olgani mana shunday oqibatga olib keldi. Vaholanki ritsarimiz nazarida o'z ritsarlik jasoratiga ajoyib asos solganday bo'lgan edi. U ana shu sarguzashtdan to'liq qanoatlanib, pichirlagancha yo'lida davom etdi. "O go'zal Dulsinea Taboskaya, sen o'zingni hozir yer yuzida yashab turgan barcha ayollar orasida eng baxtiyor hisoblashing mumkin. O go'zallar go'zali, taqdir senga lamanchlik Don Kixotday jasur va shavkatli ritsarga xuddi itoatkor qulingdek amr qilmoqni baxsh etdi. Kechagina ritsarlik unvoniga ega bo'lganiga qaramay, bugunning o'zidayoq uning dilozor va adolatsizdan qasos olgandan butun dunyo xabardor. U hali onasida og'zidan ketmagan norasida bolani azoblayotgan bir vijdonsiz yovuzning qo'lidan kattakon bir darrani tortib oldi. 7-bob. Shu mahalgacha ko'z ko'rib quloq eshitmagan shamol tegirmonlariga qarshi dahshatli jangda shavkatli Don Kixotning g'alaba qozongani. Yo'lda savdogarlardan kaltak yegan Don Kixot chalajon holda uyiga qaytib keladi. Uydagilari uni davolay boshlashadi. Don Kixotning ahvolidan xavotir olgan ekonomka payt poylab uydagi bor kitoblarni yoqib yuboradi. Kutubxona eshigini esa g'isht bilan urib ustidan suvab tashlashadi. Don Kixot o'ziga kelib kutubxonasini qidirib qolganda, jiyani kitoblarni sehrgar o'g'irlab ketdi deb tushuntiradi. Don Kixot keyingi safarga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Uydagi narsalarni sotib, mablag' to'playdi. Birinchi zabt etgan oroliga gubernator qilib tayinlashni va'da qilib, Sancho Pansa ismli dehqonni o'ziga yaroqbardorlik qilishga ko'ndiradi. Bir kuni kechasi Don Kixot va Sancho Pansa hech kimga bildirmay qishloqdan qochib chiqib ketishadi. Shu paytda ular dalaning o'rtasida qaqqayib turgan 30 yoki 40 tacha shamol tegirmonni ko'rib qolishadi. Ularni olisdanoq payqagan Don Kixot o'z yaroqbardoriga shunday deydi: "Taqdir azal ishimizning kushoyishini berib, omadimiz o'ngidan kelyapti, do'stim Sancho. Ho, ana u tomonga qara. Ho, ana u tekislikda devlar yig'ilib turishibdi. Hozir men ularga qarshi jang boshlab, birortasini ham qoldirmay qirib tashlayman. Ularning bitmas tuganmas xazinalari bor. Yenganimizdan keyin boyib ketamiz. Buni adolatli jang deyishadi. Bunaqangi yovuzlarning tuxumini yer yuzidan quritish Xudoga ham xush keladi." "Qani o'sha aytayotgan devlaringiz?" so'radi Sancho Pansa. "U ana ro'parangda turishibdi-ku", deb javob berdi Don Kixot. "Qo'llarining bahaybatligini ko'ryapsanmi? Ba'zilarining qo'li 2 mil keladi." "So'zimga ishoning, marhamatli senyorim, bular dev emas. Shamol tegirmoni. Qo'l deb atayotgan narsangiz qo'l emas. Shamolda aylanib tegirmon toshni yurgizadigan parraklar.
Ritsarlik sarguzashtlarda hali tajriba orttirmagani yaqqol ko'rinib turibdi, dedi Don Kixot. Bular devlar. Agar cho'chiyotgan bo'lsang bir chekkaga chiqib duo qilib tur. Men bular bilan tengsiz va qaqshatqich jangga o'zim kirishaman. Don Kixot shu so'zlarni aytarkan, shporlari bilan Rosinantning biqiniga niqtadi-yu, o'z yaroq bardog'ining og'iz-origa quloq solmay ot yeldirib ketdi. Qochmalaring razil maxluqlar, deb qichqirdi u. Sizlar ko'pchiliksiz, raqibingiz esa bitta men ritsar xolos. Shu daqiqada yengilgina shamol ko'tarilib, ulkan parraklar tezlik bilan aylana boshladi. Don Kixot buni ko'rib yanada qattiqroq qichqirdi. Qo'llaringiz bahaybat, Briarening qo'llaridan kattaroq bo'lganda ham baribir mendan qochib qutula olmaysiz. Shunday qilib Don Kixot o'z jonini Dulsiniya Taboskaya xonimga topshirib, eng yaqinda turgan tegirmonga qaratib ot soldi-yu, qo'lidagi nayzasini qulochkashlab uning parragiga qadadi. Biroq shu paytda ko'tarilgan kuchli shamol parrakni aylantirib yubordi. Nayza sinib ketib, ritsar ot poti bilan bir chekkaga borib tushdi. Buni ko'rgan Sancho xo'jayiniga yordam berish uchun eshigini shitob bilan yo'rg'alatib keldi. Tegirmon parragining dahshatli zarbidan gangib qolgan Don Kixot yerda xuddi o'likdek cho'zilib yotar edi. Mana ko'rdingizmi, azizam, deb xitob qildi Sancho. Bular devlar emas, shamol tegirmonlar deb aytmabmidim. Miyasi aynib qolgan telbalargina bularning tegirmonligini bilmaydi. Bas qil, do'stim Sancho, deb javob berdi Don Kixot. Ritsarlik ishlarida hech narsaga aqling yetmaydi. Bu mening kutubxonamni o'g'irlab ketgan o'sha sehrgar Frestonning yangi nayranglari ekaniga ishonchim komil. Meni zafar shon shuhratlarga burkanmasin deb devlarni tegirmonga aylantirib qo'ygan ham o'sha. Ha, uning menga nisbatan bo'lgan adovati ana shunday kuchli. Lekin g'am yema, bir kunmas bir kun uning hamma qabih sehrlarini kunpay-kun qilib tashlayman. Dunyoda bo'lmaydigan ish yo'q, gapga qo'shildi Sancho. Keyin Don Kixotga o'rnidan turishga yordamlashib, uni sehrlangan devlar bilan bo'lgan ana shu baxtsiz olishuvda sal bo'lmasa naq oldinga oyog'i chiqib ketayozgan Rosinantga mindirdi. Ritsarimiz o'zining sobiq yaroq bardori bilan hozirgina sodir bo'lgan voqea haqida suhbatlashgancha yo'lga tushdi. Hammasidan ham nayzadan ajralganimizga xafaman, dedi Don Kixot. Lekin Diego Perens de Vargas ismli bir ispan ritsari boshdan kechirgan sarguzasht yodimda. Jang paytida o'sha ritsarning qilichi sinib ketib, o'shanda u darhol bir katta dub shoxini sindirib olganda, ana shu tayoq bilan qancha jasorat ko'rsatgan, qancha mavrlarni qirib tashlaganki, buning natijasi uni Vergas tayoq deb atay boshlashgan. Men ham xuddi Vergasday qilaman. Yo'lda uchragan birinchi dubning kattakon, zalvarli shoxini sindirib olamanda, u bilan ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan qahramonliklar ko'rsataman. Azizim Sancho, bunday jasoratlarning shohidi bo'lganingdan sen o'zingni eng baxtiyor kishi deb bilasan. Xudovandi Karimning erk irodasi benihoya, javob berdi Sancho. Siz janobi oliylarning hamma gaplaringizga ishonaman, lekin senyorim, aftidan juda qattiq shikastlanganga o'xshaysiz. Bir yoqqa og'ib ketyapsiz, egarga mahkamroq joylashib oling. Gaping rost, dedi Don Kixot. Og'riqdan shikoyat qilmayotganimning sababi shundaki, butun ichak-chavoqlari ag'darib tashlangan taqdirda ham jahongashta ritsarlar voy demasliklari kerak. Unday bo'lsa, men bunga hech ham e'tiroz bildira olmayman, javob berdi Sancho. O'z haqimda shuni aytishim kerakki, bordi-yu ritsarlik qoidalari jahongashta ritsarning yaroq bardorlariga og'riqdan baqirishni man etmagan bo'lsa, unda men et-betim sal tirnarsa ham dodlayveraman. Don Kixot Sanchoning soddaligidan kulib yubordi. Qah-qah urib kuldi. Ritsarlar yaroq bardorlari og'riqdan ingrashlari kerakmi yo'qmi degan narsani ritsarlik romanlarida sira o'qimaganini, shunday bo'lgach, Sancho pansa xohlagancha ingrab, dodvoy solaverishi mumkinligini aytib qo'ydi. Bu orada Sancho quyoshga bir qarab qo'ydi-da, ozgina tamaddi qilib olsak yomon bo'lmasdi, dedi. Don Kixot bunga javoban hali qorni ochmaganini, Sanchoning ovqat yegisi kelayotgan bo'lsa,
tortinib turmay ovqatlanaverish mumkinligini aytdi. Don Kixotning marhamatli ruxsatini olgan Sancho eshagiga qulayroq joylashib o'tirdi-da, safar to'rvasidan ovqat olib yeya boshladi. Har yutum ovqatdan keyin u meshdagi vinodan shu qadar ishtaha bilan ichardi-ki, buni ko'rgan har qanday karvonsaroy egasining og'zidan suvi kelishi mumkin edi. Eshagini ohista haydab qadam-baqadam vinodan ho'plab borarkan, sarguzasht qidirib har qanday xavfli sayohatlarga ham chiqish mehnat emas, jonning rohati ekan degan fikr Sanchoning miyasidan joy olgan edi. Bu orada qorong'i tushib, yo'lovchilarimiz yo'lni burib tunagani to'xtashdi. Don Kixot yaqinroqdagi daraxtlardan bir shoxni sindirib oldi-da, unga sinib ketgan nayzasining tig'ini bog'lab qo'ydi. U o'zi sevgan romanlarning shonli qahramonlari singari bir daqiqa ham mijja qoqmay, do'lisini yana o'ylab tong ottirishga ahd qildi. Sancho bo'lsa yaxshilab ovqatlanib oldi-da, ertalabgacha dong qotib uxladi. Don Kixot uyg'otmaganda, to'g'ri yuziga tushgan quyosh nuridan ham yangi kunni quvonch bilan qutlayotgan son sanoqsiz qushlarning sayrashidan ham uyg'onmasdi. U uyqudan bosh ko'tarishi bilan eng avval meshni chamalab ko'rdi. Vinosi ozayib qolgandan juda xafa bo'ldi. U yaqin orada meshni vinoga yana to'ldirib ololmaslikdan cho'chirdi. Lekin Don Kixot nonushta qilishdan voz kechdi. Chunki avval aytganimizdek, u shirin xayollar bilan qornini to'ydirib yurardi. Ular Puerto Lapise darasiga qarab yo'l olishib, kunduzi soat 3larda u yerga yetib borishdi. Birodarim Sancho, bu yerda bizni ajoyib va g'aroyib sarguzashtlar kutib turibdi. Lekin bir narsani unutmangki, boshimga har qanday tashvish kelgan taqdirda ham sen meni himoya qilish niyatida qilich ko'tarmasliging kerak. Qora xalqdan chiqqan ba'zi bir yaramas qalang'i yalangoyoqlar to'dasi hujum qilgan taqdirdagina yaroq bardorning o'z xo'jayiniga yordamlashga ruxsat etiladi. Bordi-yu ular ritsar bo'lsa, unda ritsarlik qonunlarga muvofiq, hali sen ritsarlik unvoniga ega emas ekansan, jangga kirishing qat'iyan man etiladi. Xotirjam bo'lavering, senyor. Amr farmonlaringizni aslo buzmayman. Men tabiatan yuvosh odamman va hech mahal oldin mush ko'tarishga jazm etmayman. Lekin shuni ochiq aytib qo'yayki, basharti o'zimni muhofaza qilishga majbur bo'lsam, unda hech qanday ritsarlik qonunlarga qarab o'tirmay, dilozorlardan qo'limdan kelgancha o'zimni asrayman. Bu sening ishing. Men seni ogohlantirib qo'ymoqchiman xolos. Ritsarlarga qarshi olishuvlarimga hech qachon aralashma. O'z g'ayrating va jo'sh urgan mardligingni bosib turishga harakat qil. Bu masalada ham xotirjam bo'lavering, marhamatli senyorim. Diniy udumlarga amal qilib, yakshanba kunlari qanday bayram qilsam, sizning buyruqlaringizni ham shunday bajarishga va'da beraman. Sotvoldi Yo'ldoshev tarjimasi. Matnni O'ktamov Nuriddin o'qidi. E'tiboringiz uchun rahmat.